Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun birinchi videoyimda ijtimoiy tarmoqlarga joylamoqchiman. Maqsad nima? Maqsad odamlarning sog'lig'iga yanayam tezroq yetishi uchun va bilgan va bilmagan ma'lumotlarini ulashish. Men ismim Fayzullo Rahimov. Xayrli Havotog' sanatoriyasida operator bo'lib ishlayman. Bu yerda men mana kelib ishlayib turganimga 3 yildan oshib ketdi. 3 yildan beri bu yerda ishlagan bo'lsam, mingga yaqin insonlar dardiga shifo topib ketganiga guvohman. O'zlari ham biladi, bu videoyimni tanigan, tanimagan insonlar ko'rib, keladigan bo'lsa kelib, o'zlarini o'sha sog'liqlariga qaytadan erishsa bo'ladi. Qanaqa kasalliklarga deydigan bo'lsak, asosan yurak qon tomirlari, oshqozon ichak yo'li, qandli diabet, qon bosimi, bo'g'in og'riqlari, suyak harakat tayanchlari, asab kasalliklari, ginekologik, urologik, teri tanosil, nafas olish yo'llari, shu kasalliklarga bo'lgan mana shu kasalliklar bilan azoblanyap turgan insonlar kelib lechenialarini olib, dardlariga shifo topishlari mumkin. Nimaga bunaqa deyapman? Bu sanatoriyada nima ahamiyatli narsasi bor ekanki, shu kasalliklarni davolashga qodir deb aytishlaring mumkin. Bu yerda asosan 1336 metr chuqurlikdan chiqadigan 18 xil makro mikro elementlarga ega bo'lgan 48 gradus issiqlikdagi mineral suv chiqadi. Suvning tarkibidagi elementlarning o'zi sizlarning dardlaringga juda ham katta foydasi bor, shifosini beradi. Hozir blogimiz to'xtab qoldi. Nimaga to'xtab qoldi? Chunki ichkarida vannada ishlab turganda bu samotok chiqib turadigan suv. Bu yoqda ko'radigan bo'lsak, hozir shunday ko'rsataman. Mana shu blog, mana chetlari bo'ldi, mana shu nimalar bilan bo'lib qolgan, mana yod, hammasi yod. Mana shular minerallar. Mana bu tigi. Bu 18 xil mineral mana shularning ichida. Ko'rsalaring bo'ladi. Hidi ham boshqacharoq. Mana logotiplarini ham ko'rsatib o'tay. Bu tabiat qo'ynida joylashgan joy. Kelib lecheniya olishlaringga hamma shart-sharoitlari bor. Faqat suv bilan emas. Bu yerda hozir ko'rsatib o'taman. Xo'sh, oshxonasi. Bu oshxonasi. Bu 80 kishiga, yo'q, 70 kishiga mo'ljallangan oshxonamiz. Choylar qaynab turibdi. Obedga o'zi tayyorgarlik. Soatimiz soat 11:30 bo'ldi. 4 etajli zdaniya. 4 etajli zdaniyaning ichida hamma shart-sharoitlari bor. Dodam qandaysiz? Turibman, mana. Assalomu alaykum. Qalay? Choy qo'yib qo'yibdi. Choy qo'yib qo'ydim-da sizga. Ahvoli yaxshimi? Lecheniya qalay bo'ldi? Xudoga shukr. Yaxshimi? O'zgarishlar bormi, dolar? Dam oldik. Yaxshi. Sal bo'lsa ham o'zgarishlar bormi? Endi o'zi 3-kun bugun. Endi sezasiz-da. Mayli. Bo'ldi. Ko'rib turganlaringdek, живой. Hech qanaqa montaj hech kimni tayyorlab olganim yo'qman. Xo'sh, lecheniya korpusda yuribman hozir. Lecheniya korpus xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda parafin xonasi. Erkaklar uchun massaj, balchiq xonasi, ichak yuvish xonasi, davolash xonasi, ya'ni fizioterapiya. Davolash xonasining ikkinchi qismi bu yoqda bo'ladi. Hozir bu yoqda hozircha hech kim yo'q. Shunday ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Bu tokli muolajalari. Hozir lecheniyadan chiqib, endi vannaga ketishdi odamlar. Xonalarni ham ko'rsatib o'tishim kerak sizlar uchun. Bu yerda asosan parafinli, balchiq, tokli muolajalar, massaj, xo'sh, klizma,
ikkita bochka, finskiy sauna, turetskiy hammam, sirkulyarniy dush, infrakrasniy kabinasi, tuzli g'or. Yana mana shu minerallarga ega suvda vannalari bor. Vannalar hamma lecheniyalar 10 minutdan davom etadi. 10 minut lecheniya olganingizdan keyin hamma dardlaringizdan Xudo xohlasa forig' bo'lasiz. Hozir qolgan xonalarda odam bor ekan, shuning uchun 208-xonani kalitini oldik. Atrofni ko'ramiz. Video uzilmaydi. Bu video faqat YouTube ga qo'yiladi. Hech qanaqa boshqa ijtimoiy tarmoqlar uchun emas, faqat YouTube'dagi obunachilarimiz va sanatoriyaga qiziqish bildirib turgan insonlar uchun qo'yiladi. Baribir ko'rish kerak, 208-xonani kalitini qo'yib qo'yishibdi, lekin baribir bir marta hayotimda ham bo'lgan, xonada odam bo'lgan. Menda kaliti bo'lib, taqillatmasdan ochib yuborganman. Bu beodoblikka kiradi. Asta mana kirib ham oldik. Xonamiz xuddi shu ko'rinishda 2 o'ringa mo'ljallangan. Pododyannik, matras, navlichkalar hammasi toza, ozoda, konditsioner. Bu yoqda televizori, shkafi, konditsionerda va televizorda pulti bo'ladi. Xo'sh, bu yoqda shkafi. Hop. Endi navbat baribir xonani ichida so'rashadi. Nimalari bor? Dushi, nimasi hammasi ichida. Albatta ichida. Bu yerda hojatxonasi. Bu yoqda dushovoy, sanujil, o'zini sovuni, shampuni bo'ladi. Yana men hali bu videoni o'zim ko'rganim yo'q. Bu birinchi video, e'tibor beringlar, birinchi video ham. Oldindan video qo'yganman, lekin u paytlarda tayyorlangan edim. Hozir tayyorlanmagan, mutlaqo живой video bo'lyapti. Bu yoqda qizg'aldoqlar ko'rinadimi? Mana qizg'aldoqlar, hovuzda baliqlari bor, pavloniyalar gullagan. Erta bahor uyg'onishi. Xo'sh, 7-aprel. Yo'q, 8-aprel ekan. Adashib ketdim, uzr. 8-aprelda bo'lib turgan manzara. Xuddi shunaqa. Sanatoriyamiz Jizzax viloyatining Yangiobod tumanida joylashgan. Ma'lumot o'rnida yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Hovotog' sanatoriyasi oldin Sirdaryoga qarashli bo'lgan, ya'ni Sirdaryo Gresga tegishli bo'lgan sanatoriyada turibmiz. Bu yer 97-yilda ma'lum bir sabablarga ko'ra yopilib ketgan edi. 2010-yilda bu davlat qaramog'idan chiqib ketgan, topshirilgan va 2020-yilda shu yerda yangi ta'sischilari, ya'ni o'sha bu yerda obod qilaman degan insonlar bu yerda ochishdi. 2020dan 23gacha remont bo'ldi. Ya'ni 2026-yilga kelib hamma sanatoriyada yo'qolib ketgan narsalar qaytadan tiklandi. Bunday darajaga yetish uchun ham men o'zim ko'rdim, qanaqa darajadan qanaqa darajaga olib kelib qo'yildi. Buni kelganlaringda o'zlaring bilan shu videoni davomini aytgin desalaring, men sizlarga o'sha nimasini qo'yib beraman. Nima qo'yib emas, o'zim gapirib beraman. Chunki buni o'zim bilaman, nima bo'lgan, nima qo'ygan, qanday bo'lgan, hammasini bilaman. Shuning uchun kelganlaringda shu videoni davomini o'zing aytib bergin desalaring, aytib beraman. Agarda postlarga yozib turib o'sha voqeani to'lig'icha aytib ber desalaring, to'lig'icha ham aytib berishga harakat qilaman. Bu yog'i sizlardan like, podpiska va obuna bo'lib qo'yinglar. Shu yoqqa kelinglar. Nomerlarimiz 99 kodi bilan 938 99 98.
Kelinglar, biz sizlar uchun xizmatdamiz. Xudo xohlasa nima dard bilan kelsalaringni ham qo'limizdan kelgancha davolashga yordam beramiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling.